Alhamdulillah. Uyga keldim azizlar. Uyga yetadigani yo'qdi, alhamdulillah. Hamma duo qilib, qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Biz hali tugatmadik. Inshaalloh O'zbekistonni qo'llab-quvvatlagani ertaga ertalab Emiratga. Sog' bo'lasizlar. Uyga kelsangu va uyingizga aka siz bansidan topa olmadik deb turib hadya kelsa, lekin kepka ham moshna ekan. Kelmi. Afrika. Bilasizlarmi? Osiyo futbol konfederatsiyasining homiysi Kelmi. Koptolar ham Kelmi, bilasizlarmi? Futbolka, sportivka menimcha shtonlarni. Nima deymiz? Kelmiga kattakon rahmat. Qani kepkani kiyib ko'raylik, bismillah. Qalay? Yarashdimi? Rahmat Kelmi kompaniyasiga. Lekin kepka haqiqatan ham sifatli ekan. Kelmi O'zbekiston. Akalar, ukalar, opa-singillar, rahmat sizlarga hadya uchun. Inshaalloh ishlarga rivoj bersin. Ha? Uchasmi? Nima bu? Mors. Mors? Mors. Ha, morsmi? Yangi chorsi. Gazoda. Safarga otlanyapmiz. Duoda bo'linglar. Inshaalloh Birlashgan Arab Emiratlariga borib o'sha hargalga ennasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qaytish nasib qilsa. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yagona aytadiganimiz Olg'a O'zbekiston. Qolgani bir tiyin, kopeyka. Shu yurt uchun, shu bayroq uchun inshaalloh borib, albatta g'alaba qozonib, muzaffariyatlar bilan qaytish nasib qilsin. Hamma mashina salafani yirtadi, yirt bolam, yirt davay. Yo'q, baxshiylarcha yirt. Yangi masla. Biz alhamdulillah safarga chiqyapmiz. Ushamini. Ya bismillah. Tepaga chiqaryapmizmi? Ha, chiqarib tepaga. Tapta dira. Bismillah. Xudo xolasa, yoqdan kel, mobil yurmasdan. Duoda bo'linglar, biz Emiratga arablardan mana shunday qilib ketamiz. Ana samolyotimiz ham keldi. Inshaalloh endi bir Dubayga. Dubai. Ko'rishmasak jonim xayr, goodbye deb uchamiz, xudo xolasa. Endi men umrimda bunaqa birinchi uchishim, bunaqangi samolyotda. Hali ko'ramiz ichlarini. Boshqacha bo'lsa kerak ichlari ham deb bir maqtangim keladi-yu. Lekin menimcha bizning samolyotda yo mana shunisi yoki mana bunisi yoki bunisi. Menimcha mana shu bo'lsa kerak. Duoda bo'linglar. Inshaalloh g'alaba va muzaffariyat o'zbeklar tomonidan bo'lsin. Qanchalik xarab qimmat bo'lmasin, biz aeroportdan kirgizmaslikka harakat qilyapti. Biletlarni qilib, hozir bizga xabar keldi. O'zlari biletlarni 70 talab, 100 talab, 80 talab sotgan har xil kompaniyalarga. Endi odamlar qiynalyapti. Ennasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatamiz. Duoda bo'linglar. Duoda gap katta, inshaalloh. Eng muhimi Abdurahmon bilet topsin deb ham duoda bo'linglar. Chunki biletning o'zi yo'q. Biz bilet ketyapti. Har xil bezbet, shaytonbet, do'zax betlarda, surbetlarda reklama qilayotgan ba'zi bir blogerlar. Ibrohim, nima ayting, Davron? Bizga qancha taklif qilishdi oxirgi marta? 300 ming. Nima? 300 ming AQSh dollari. 1 yilga. 1 yilga. Sen qancha oylik olasan? Bir 4,5 million oylik olsang, bir 70 yil ishlashing kerak o'sha pul uchun. Qolasan, azlar. O'sha har xil shaytonbet, bezbetlarda reklama qilayotgan ba'zi bir blogerlar. Biling, siz Allohga qarshi qilich ko'tarayotgan deb bo'lasiz. Astag'firullah. Undan ko'ra mana Karlo Ivanni reklama qildi. Nechidir 100 marta, qanchadir 1000 marta bilmadim, kam mablag' bersa ham salomatlikka foydasi bor. Magniy, kalsiy, sulfat, har xil minerallar, 30 xil mineral sog'lig'ingizni ushlaydi. Ota-onangizga olib borsangiz duolar qiladi, duoni tagida qolib ketasiz. Azizlar, halolidan qo'ymasin, halolidan. Kayfa halik? Husanov. All Husanov. Shomurodov. Where from? Palestine. Pakistani? Palestine. Palestine, ya subhanallah.
Free Palestine. Free Palestine. Shukran. Place coming is here now. But I don't know what time coming down. There was in Dubai. You know training time. What time training? 6 all coming. Okay. Ma fi mushkila? Shukran. Mana ko'ringlar. Mana bizning futbolchilarda mana Emiratda ham muxlislar bor. Shukran. Good luck, brother. Tomorrow support to Uzbekistan, inshallah. Okay, mayli. Necha bo'lsa ham deyapti. We live in Uzbekistan, we support Uzbekistan. Inshaallah. Shukran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Good luck. Legenda. Bitta islom eski sostavdan bitta sen borsan, bilasanmi? Eng eski. Lasciami cantare con la chitarra in mano. Al Pacino, Antino la ragazza, Al Pacino. La خلاص Artes. Tanzima. Tu cambio. Ver, quero uma zomba. Cada um então. Abdurrahman aka. Assalomu alaykum. Dinleyin, kızlarken yolculuğu gerek. Var mısın? Lütfen. Aldım. На своем репертуаре. Красавчик. Yüklerini şundan koyup, sırası abetlik uğraştı. Assalomu alaykum. Sanitary boşluğuna başlıyoruz. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Это ты хотел дальше быть таким, ну ты. Потом моя нога не так, два. Монтан. Assalomu alaykum azizlar. Hayron bo'lgan bo'lsanglar kerak, ayni bugun o'yin kuni shunaqangi dahshatli kunda Abdurahmon hech qanaqangi stories yoki video qo'ymayapti deb. Sababi men judayam hozir anaqa qayg'udaman, bandman, asabdaman. Kelishimizdan oldin va'da qilingan biletlar, pullari zaloglarga olingan biletlar atmen bo'ldi. Bilasizlar, arablar tomonidan, bu arablar emas, emiratliklar tomonidan katta bir o'yin bo'lyapti. Shu o'yinning qurboniga aylanyapmiz. Chunki o'zini puliga, o'zi tur sotib olib, o'zini gazetasiga mashina qilib kelganmiz. 300 kishidan ortiq insonlar, afsuski bilet yo'q. Bo'lsa ham boshqa sektordan, lekin u sektorga faqatgina emiratliklarni qo'yadi. Duoda bo'linglar, bugungi muborak hayit arafalarida, Qurbon hayit arafalarida duo qilinglar. Inshaalloh yo'llarimiz ochilsin. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yo'llarimiz inshaalloh ochilsin. Olg'a O'zbekiston, faqat g'alaba sari. Uyida yutamiz. Assalomu alaykum azizlar, mana o'zbek futbolining ikkita ashaddiy jinnisi tashqarida futbol boshlandi. Lekin biz uchun vatan yutsa bo'ldi. Vatanni yaxshi ko'ramiz. O'zbekistonimiz yutsa bo'ldi. Avvalo qolganlar Abdurahmon aka. O'zi gap yo'q. Qanday mana Abdurahmon aka
Mana shu yerda turganlar ham hammasi. Mana shu yerda turib ham xudo xolasa O'zbekiston. Nodirbek ham o'zini biletini hozir 11 ta boshqa odamlarga beryordi, yosh kattalarga. Kattalar. Men ham xudoga shukur bitta 80 yoshlar chol bor ekan, nima deb, to'g'rimi yo noto'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Inshaalloh. O'sha chol kirsin, men kirmasam ham deb beryordim. Inshaalloh nasib qilsa hozir kiradi. Lekin bu arablar qo'lida bilet bilan kirgizmayapti. Qo'lida bilet bilan sani familiya emas, boshqa familiya. Sen Ergashev ekansan, bu Boltaboyev ekan deb kirgizmayapti. Duoda bo'linglar. Alloh ko'rguvchi, bilguvchi. Asosiy yutsa bo'ldi. Bizning jamoa O'zbekiston! Xudoga shukur, taxminan bir 100 tadan oshiq odamimiz kirib, bir 180 tacha odamimiz ko'chada qolib ketyapti. Lekin undan tashqari bu yerda odam juda ham ko'p. O'zbeklar mana, hamma o'zbeklar. Afsuski, yeta bir bilmadim, qancha chiqishi mumkin. Lekin boshqa sektorlar bo'sh turibdi, bo'm-bo'sh. Bular nima xohlayapti bizdan bilmadim. Menimcha Alloh hali ko'rib turibdi. Islom aytdi-ku, trenerlar yo'g'in yetdi. Alloh ko'rib turibdi. Istaganini. Boshqa sektorlar bo'm-bo'sh. Birorta arabni boshqa sektorlarga kirib futbolga kirayotganligini ko'rganimiz yo'qda. Lekin shuncha qora ko'zda turibdi. Shuncha qora ko'zda. Xudo xolasa umrimda birinchi marta bunaqa bo'lishi. Chunki Emiratga necha marta kelgan bo'lsam, 1000 ta odam, 2000 ta odam Osiyo Kubogida nechta edi? 10 ta 15 talab avtobusga kelganmiz, muammo bo'lgan. Yo'q. Bu o'yinga bular qandaydir juda katta o'yin qilyapti, lekin o'ziga ziyon bo'ladi. Inshaalloh o'ziga ziyon bo'ladi. Tugat bo'ldi! Bo'ldi! Bizni jahon chempionatidan 1 daqiqa tugat! Allohu akbar! Allohu akbar! O'zbekiston! Biz jahon chempionatidamiz! O'zbekiston! O'zbekiston! Assalomu alaykum azizlar. Barchaga tarixiy g'alaba muborak bo'lsin. Ishonasizlarmi? Nima bo'lganlarini o'zingizlar ko'rdinglar. Shikoyat qilmayman. Inna lillahi. Qazoy qadardan hech kim qochib qutulmagan. Peshonamizga shunday yozilgan ekan. Xudo xolasa g'alaba muborak bo'lsin. Jahon chempionati muborak bo'lsin. Inshaalloh 5-iyun kuni O'zbekiston nafaqat futbol, balki O'zbekiston tarixida tarixiy va dam olish kuni deb e'lon qilinsa zo'r bo'ladi. 5-iyun O'zbekiston futboli kuni. Abdurahmon do'stim, tabrik. Tim. Ket. Official. Ket. Nima deydi Abdurahmon? Azizlar, butun o'zbek xalqini bugungi shodiyona kuni bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa, bugun so'nggi o'zi 5-iyun kuni o'zbek futbol emas, butun O'zbekiston tarixida oltin varaqlar bilan. Iloji bo'lsa, O'zbekistonga, vatanimizga bugungi kunda bayram va dam olish kuni deb e'lon qilish kerak har yiliga. Butun O'zbekistonga, xalqimizni tabriklayman va futbolimizda bosh bo'lib turgan prezidentimizga kattakon rahmat. Futbolni o'zim qo'limga oldim deganlari rost bo'lsin. Olg'a O'zbekiston. Hayit bilan. Nima deysiz? Hayit. Ha, albatta, hayajonli. Butun o'zbek xalqini Qurbon hayiti bilan tabriklayman. I love you. Assalomu alaykum azizlar. Xayrli tong, xayrli kun. Biz Dubay aeroportiga keldik. Mana aziz degan ukajonim, do'stim.
eng katta bir treyder, bir bola, bir narsalardan biri, işte millionda. Qanaqa futbolchilarimiz turibdi mana. Abbosinyo mana, Abbosinyo. Instagramini yozib qo'yaman. Podpiska qilib qo'yinglar. Eldor Shomurodov mana turibdi. Pablo Escobarro. Ana mazgi Akmal teskari qaragan. Mayli, ish qilib bolalar. Akalar, ukalar, opalar, singillar, biz vatanga qaytyapmiz. Duoda bo'linglar inshaalloh. Bugun soat 15:00 da 17:00 da O'zbekistonda bo'lamiz. Olg'a O'zbekiston. Qolgani Kaprika. Ladies and gentlemen, Farruxjon krasavchik. Igor Sergeyev. Игорь тоже красавчик. Bratan. Biz qancha kutdik bu onlarni. Alloh peshinizga bugunni yozgan ekan. Двойной праздник, правильно? Travmalar bo'ldi. Qancha joy sindi. Shikast. Mana unisi ham sindi. Mana oyoqlari iynasini Uchqo'rg'ondan ko'ryapti buni. Lekin biz bu Emiratlarda o'zini iynasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib aytyapmiz. Ey astag'firullah. Boshqa. Qisqasi bagajlar topshiryapmiz. Eng kulgilisini aytaymi sizlarga. O'zim bilan shuncha narsa olib kelganman. Nima golmag'it yo'qmi? Bor. Buni qaytarib olib ketyapman. U bilan golmag'it ichsangiz, aka? Ichaman. Qani gol maxiti? Chamadonda ichida gol maxiti. Ukajon. Oling, tez Ol gol maxitoni. Ana. Lekin buni reklama qilish kerak emas-da, uka. Reklama qilmang. Bismillah. Voy ovozlar bilan. Azlar. Uzr mana, uzr. Bismillah. Qani. Hamma gap ovozda-da. Ovozi yomon. Reklama qilmang. Ha. Reklama qilmang. Qilmang reklama. Reklama qilmang. Kimdagi bu? Reklama Azar, mana shu qilmang. gol maxito. Aynan mana ko'rdinglarmi? GR29 yozib qo'yibdi. Bu nimagaligini ko'plar biladi, ko'plar bilmaydi. Otabek Shukurov milliy mahsuloti hech qanday anaqalarsiz, ziyonlarsiz gol maxito ichimligi bilib qo'yinglar. Inshaalloh. Zo'ri shu bo'ladi. Ayniqsa qo'lqunayligi. Bir o'kiradi. Личный шофер. Личный шофер. Sal. respect. Sal oldiradi olishing kerak. Bilaman. Bilsa bilar. Xudo xolasa mana hozir nechta odam bo'ldi senda podpischalaring? Qara. 600 ming. Xudo xolasa mana shu Toshkentga qo'nishimdan 1 million bo'lasan. O'zim mana Abboslarni o'zim mashhur qilib beraman. Aytib qo'yaymi, подписывайтесь deb. Like bosing. Nima Abduqodirni podpichkini o'zim 1 million qilib berdim ukajonim. Hozir meni videolarimda Manchester City qilyapti. Azlar, hazil. Olg'a O'zbekiston. Qolgani Kaprika. Barchani jahon chempionati bilan tabriklayman. Eid Qurbon muborak bo'lsin. Lekin bitta gap. Hamma futbolchilarni biladi, glavniy trenerni biladi, lekin orada yana ba'zi bir odamlar borki, hayda. Ularni unchasi bilmaydi. Ya'ni front ortidagi jangarilar. Sarvar, Shukur. Karol Levdagi bir bola bilan pomba deydi, nima deydi? Yuradi. Mana shu bolalarning mehnati beqiyos. Futbolchilarning yeyishi, ichishi, turishi, kiyimi, futbolkasi, kepkasi, ishtoni, tursugi, lo'poy narsasi hammasiga javobgar mana shu insonlar. Hamma narsasiga, hamma inventar, koptovlar, futbolkalar, hamma narsaga mana shu Sarvar bilan mana Shukur. Shu yigitlarimiz. Bundan 2 kun oldin aynan mana shu maydonga kelayotganligimni videosini qo'ygan edim va Emiratga yo'l olayotgandim. Mana endi hozir Emiratda shuncha aylanib kelib, jahon chempionati yo'llanmalarini olib vatanga qaytdik, alhamdulillah. Va barcha savol beradi. Internet qayerda? Alyaskada internet, Antarktida internet, Amerikada, Rossiyada internet, Elbrusda internet va hokazo Emiratda. Bilasizlar, Emiratda agar Telegramdan qo'ng'iroq qilish imkoni yo'q. Ammo lekin biroq menda internet Uz Telekom kompaniyasidan va u butun dunyo bo'yicha roaming oladi. Azlar, sizlar ham Emiratga borsanglar yo ba'zi bir haligi Telegramdan qo'ng'iroq qilib bo'lmaydigan mamlakat farqi qayerga borishingizdan qat'iy nazar Uz Telekom sim karta roaminglaridan foydalaninglar. Sim kartami yesami farqi yo'q. Har doim vatan bilan aloqada bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Azlar vatandoshlarimiz
terma jamoamizni yigitlarni kutgan chiqishgan. Azlar barchasi uchun rahmat, alhamdulillah. Azlar O'zbekiston milliy terma jamoasi alhamdulillah vatanga qaytib keldik. Inshaalloh barcha bayramlar 10-iyun kuni Bunyodkor stadionda bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Olg'a O'zbekiston. Qolgani kapeyka. Opa-singillarimiz, barcha yaqinlaringizni o'z nomidan, xalqimiz nomidan qizg'in tabriklab, ularga samimiy minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman. Rahmat kattakon muhtaram prezident. Boshimiz osmonga yetdi. Timur, bitta uchta fallarga so'z berib, Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. rahmat, qahramonlik uchun rahmat bolam. Rahmat kattagon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattagon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixiy Albatta mana shu bugun telefonda ota-onalaringizga mani nomimdan rahmat, mana shunday farzand o'stirganlarga hammalaringga ota-onalaringga prezident rahmat deb aytadi va hamma tomondaga aytadi. albatta, albatta. Rahmat kattagon. Hurmatli prezident. Voy jonlarim mani. Oho! Nima qilasizlar buni? Ana muborak. Mana haqiqiy vatanparvar farzandlar qaranglar mana. Vatanparvar farzandlar, rahmat bolalar. Ber ichma unda. Mana qara. Azar. G'alaba muborak bo'lsin. Hammanglar farzandinglarni orzu-havasini ko'ringlar. Boshinglarda boringlar, omon bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, o'tganlar joylari jannatda bo'lsin. Mana biz hadiyamizni qaranglar, biz hadiyamiz mana. Hadiya uchun rahmat. O'g'lim bu meniki. Olg'a O'zbekiston.